Akalar gigant. O'ta ajoyib. Sementalga smeshinni gibrid buqa ajoyibidan hali kuragi chiqmagan. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz muxlislari, e'tiborlaring mana bugun biz 2026-yil 11-may hafta kuniga dushanba biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qo'ng'irot qishlog'idamiz akalar. Ya'niki o'sha yon qo'shnimiz Qo'ng'irot qishlog'i Puchig'oy mahallasidan keyingi qishloqda Dehqon akamiz xonadonida o'z yoshligidan boqqan moli bor ekanda, endi pul zarur bo'lib qoldi uka, men buni hali ancha boqmoqchi edim, zarurat bo'lib qoldi uka dedi. O'shaning uchun sotaman deb chaqirishdi, keldim akalar. Assalomu alaykum aka. Omonmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ekranga sizni joy ko'rsatib maqimga qo'yaveraman. Aka, bu sigirni bolasimi yo yoshligida olganmiz? Buni olganmiz, hozir yoshligida, o'sha buzuvchiligida olganmiz. Avgust, sentyabrlarda kurak chiqaradi, hozir kuragi yo'q. Baqaman dedim, endi shunday sharoit to'g'ri kelmayapti, sotmoqchiman. Xo'p, gap yo'q. Akalar mana vaziyat o'zi men bir gaplashgandan aka bilan buni hali ancha baqaman deb aytuvdi-da, endi sluchayni sotaydim bo'lib qoldi, zarurat bo'lib. Xullas hozir imkon qadar qo'limizdan kelsa tashqariga olib chiqib ko'rsatishga harakat qilamiz. Chunki molni 0 ko'rsata olmasimiz mumkin. Balki sizlarga bu mol katta ko'rinib qolishi mumkin, balki kichkina ko'rinib qolishi mumkin. O'shaning uchun hovliga eplab olib chiqalsak, hovlida ko'rsatib beramiz. Bo'laverami aka? Bo'laveradi. Akalar mana polvon chiqyapti. Juvon o. Yuvosh o'zi bu mol. Erta stoykaga mana nima qilsa kerak a buni? Yo uzum bor, uzumdan tashqari bilish kerak. Mayli. Xo'p akalar, mana shu buqani ko'ryapsizlar. Badan ham zo'r, o'ta tekis. Yog'siz narsada, yog'siz ekan o'bshi. Umuman deyarli yog' yo'q. Endi bu xolasa qossa bo'lsin, xolasa baquvchi olsin deb qo'yaman demi, ochig'ini aytaman. Lekin akam lutshi zotga baqdan yaxshi deyapti. Xullas to'qol ekan, gibrid semental ekanda, akalar sementalga chorniy pyostra gibrid ekan. Xo'p. Bo'yi 1.40 chiqam ekan, metr. Baxtiyorjon metr deyapkan. Voy, jonivor zo'r ekan. Akalar mana. Qani metr desakin, xullas men 1.40 mo'ljallayapman-da. Qani bu hozir nima? Baxtiyorjon sekin borib yelkasidan o'lchaysa, oldi oyog'ini. Mana shu yerdan o'lchaychi. 1.35 ekan. 1.35 oshqiroq ekan-ku. 1.35 plus. Mana ja 1.35 oshqiroq ekan. 1.35 desam akamga javob ketmasin. 1.35 plus. 1.40 ga bormadi, ammo sifat zo'r ekan. Aka, endi buni harda gapni ko'paytirganimdan foydasi yo'q, odamlarga narx qiziq. Men shunga beramiz, taroziga sotasizmi? Yo'q, uka, men taroziga sotmayman, shu turishga sotaman. Baqaydigan odam zotga baqsin, xolasa damshi boqsin. Baqaydigan odam olsa 45 million kami bor. Buni hozir taroziga boshqaga uni sotish yo'q. Bu ko'chatiga o'sha urug' olaman, fermaga zotga qo'yaman deganlarga olsa bo'ladi, boqsa bo'ladi dashi. Ammo zo'r ekan, ammo haqiqatdan yaxshi narsa-da akalar. Mana dehqondan top degan akalarimiz uchun top qo'ydik akalar. Manzilda eslatib o'tamiz. Aka 45 million so'm dedi onasi. Xo'p, 45 million so'mni o'tib berasizmi yo bo'lishimi? 45 milliondan uncha jichapcha o'tib beramiz. O'tib beramiz. Dastlabki nima bo'ladi aka? Odamlarga dastavkasi qiziq. Dastavkani ham qilib beramiz. Dastavkani qilib beraman-da, mashina emas. O'zim to'g'ri beraman sizga, mabodo. Dastavka qilib beramiz iloji boricha. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Akalar xafa bo'lmaysanmi? Dehqonlarni ham dastavka qilib beraydan qo'yaryapman. Ba'zi bir dehqon akalar ham xafa bo'lmasin. Endi odamlarga shunisi qiziqda, uyimga keladi, qiynalmayman, yetalarga kirib ketaman deydi. O'sha hisobiga ham qiziqib oladi akalar. Xullas aloqaga chiqasizlar, 45 million so'm kami bor. Taxminiy vesini aytib o'taman akalar, 600 kiloning tepasidagi mol. Endi meni bilganimda balki 700 chiqar, balki 650 chiqar, lekin 600 kiloning tepasida mol. Xotirjam ko'ngilda to'q qilasizlar-da. Aloqa uchun telefon nomerimiz. Telefon nomerimiz 93lik 150 40 32. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.